Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana bugun 2026-yil 15-mart kungi sanasida turibmiz. Shu ko'rib turgan 5 so'ti xonamizga 14 xil turdagi bodring urug'larini ko'chat qilganmiz. Va ko'chat qilishimizdan maqsadimiz shu hosildorliklarini, kasallikka chidamliligini va tez erta pishar navlarini siz xudo xolasa dehqonlar bilan birgalikda kuzatamiz. Mana ko'rib turibsizlar, ko'chatlarimiz juda o'sib ketgan. Sababi biz martlarda boshiga ekishni rejalashtirgan edik. Bu sovuq iqlimi kelishini hisobga olib ekalmay qolib ketdik. Mana bugun nasib ekan, endi bugun xudo solsa ekamiz. Endi nima qilamiz? Bugun ko'chatlarimizni qilib olganmiz. Iloji yo'q ekanmiz. Endi qarang, ko'chatlarimiz bir qator qaraysiz, baklargacha sarg'ayib ketgan tagidagi va o'sib ketgan, ba'zilari chirmoq chiqarib yuborgan. Endi biz buni xudo xolasa kerakli ozuqalarni berib, baquvvat qilib o'stirib, hosilga kirgizamiz. Buni hech xavotirga o'rin yo'q. Xudo yaxshilab olamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, davomiylarini ham ko'rib borsangiz, shu ko'chatlar qanaqa hosilga kirishini xudo xolasa ko'rasiz. Endi bizda albatta ekishimizda mana undaqangi Ispaniyani Agristar turpoqqa solib ekish uchun maxsus chiqarilgan o'g'iti. Buni tarkibida azot, fosfor, kaliy va aminokislotalarga boy bo'lgan o'g'it hisoblanadi. Bunimizni har bir uyamizga, ko'chatimizni tagiga 2-2,5 grammdan qo'shib, ustiga turpoq tashab, ko'chatni ekamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'rib turganlaringdek, o'sha Beneksil dorisi. Buni vazifasi shu turpog'imizdagi zamburug' har xil hasharotlarga qarshi vosita va tomirini, ko'chatimiz tomirlarini o'zi himoya qilib olish darajasiga ega dorimiz. Bu birinchisi. Mana bunisi esa ikkinchisi. Bu Turkiyani Tantarin firmasini Protanik stimulyator, ya'ni fitogormon hisoblanadi. Buni foydali tomonlari nimamizdan, vorankamizdan olib turpoqqa ekkanimizda tez rivojlantirib, tomir orttirib, turpoqqa kirib ketishligini ta'minlovchi vosita hisoblanadi. Fitogormon. Va uchinchisi Agrogumik. Bu vazifa shundayki, mana shu berilayotgan ozuqalarimizni tez hazm qilib va o'ziga, ko'chatlarimizni o'ziga tanasidan tez singdiruvchi dori hisoblanadi. Agrogumik. Endi bular tarkibida aytib o'tdim va bularni qancha suvga qo'shib, har bir ko'chatimizga qanchadan qo'shib quyib chiqilishligini bir qator aytib o'taman. Protanik 10 litr suvga 2-2,5 grammdan qo'shib, Agrogumik 10 litr suvga 5 grammdan qo'shamiz va Beneksil dorimizni 10 litrga 7-8 grammdan qo'shib, har bir ko'chatimizga 400 grammdan quyib chiqamiz. Va mana hozir sizlarga bu ko'chatlarimizni ko'rsatdim va hozir biz ajoyib bir boshqacha bir usulda xudosi ekib ko'ramiz. Sababi ko'chatimiz o'sib ketganligini inobatga olgan holda. Endi hozir mana avvalambor bismillahirrohmanirrohim. Dehqonlarga ham, olganlarga ham, sotganlarga ham hammasiga barakasini bersin. Mana bunday qilib uyamiz ko'ylab olamiz mana. Ko'rib turganlaringdek, uzunroq oldik va biz hozir mana shu dorimizdan ko'rib turganlaringdek dorimizni mana shuncha olamizda. Boringki bir 2-2,5 gramm chiqadi shu. Mana chiroyli qilib mana shu ekan, shunday sepib olamiz. Sepib turib, ozgina turpoq tashab turib mana Bismillahirrohmanirrohim deb mana shunday holatda, yotkizilgan holatda ekib ustiga ozgina turpoq tashlaymiz, bo'ldi. Shu holatda qoladi. Va keyingisi har biz bir 35 santimetrga ekyapmiz ko'chatimizni. Mana shunday qilib olamizda. Chuqur emas, 50 roq qilib olamiz. Uzunroq tomonga mana shuncha bir chimni mana shuncha olib, turpog'imizga sepib, ustidan turpoq tashab, mana ko'chatimizni oldik. Mana ko'chatimizni ko'rib turibsizlar. Lekin tomirlari oppoq, chiroyli, yaxshi. Mana ba'zilar chirmoq chiqarib yuborgan. Shu holatda ekamiz mana. Ko'rib turibsiz.
Ana shu holatda ekdik. Endi e'tibor bering. Buni chopig'imizda 4-5 kun o'tib turib, mana shunday qilamizda ko'chatimizni. Shunday qilib turib, mana shu yerga turpoq tashab, tevaga ilib ketaveramiz. Buni yaxshi afzallik tomoni ham betdan rishta otib, turpoqqa kirib, yaxshi rivojlanadi. Ikki tomondan tomirlab, jo'li baqbot ko'chat bo'lib, xudo solsa chiqadi. Mana hozir ko'rib turganlaringdek ko'chatlarimiz, bu ko'chatlarimizda yangi urug'lar sinov tariqasida dehqonlarga berganmiz. Va xudo xolasa o'sha dehqonlar xonadoniga borib shu ko'chatlarimizni rolik qilib, video qilib obzorini chiqaramiz. Hosildorliklarini, kasallikka chidamliligini va tez qachon pishganlarini hammasini dehqonlarimizdan o'zidan so'rab video qilib chiqaramiz. Bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying va yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.